بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله İkinci basqıç. Mana şu. Bu ikinci basqıçta birinci basqıç qarğan çağda musulmonlar azroq kuchaygan. Yana ustidan qizilsizlik yaqinlashdi. Yani kuch jihatdan musulmonlar nisbiyan, yani qisman jihatdan musulmonlar kuchaydi. Biroq yani zolim bilan zulm uchirgan, ezilgan kishilar o'rtasidagi kuch farqi yani zo'r, yana bor. Navada qurolliq to'qinish bo'lib qolsa, musulmonlar bak eg'ir chiqimdar bo'lib ketadi. Ya'ni musulmonlar qurolliq to'qinishga tayyor bo'lmagan vaqtda. Mana mushunda vaqtida musulmonlar qanday inkas qaytardi qarindoshlar. Allah subhanahu va taolaning rahmati biz sura dastlabda dars boshlagan chog'da hudal lil muttaqin, har qanday bir ishninki javobi bor. Huda degani yani mayak, yani chiroq, mash'al, har qanday savolning, har qanday bir ishning javobi bor kitob dedi qarindoshlar. Yana Allah subhanahu va taolo bizga mushunda vaqtda zulm qarta qanday qarshi turish uslubini ham deb berdi. Endi bu basqıçta kafirlar bilan musulmonlar bir shaharda yashaydi. Yani musulmonlar jutun tashlab ketmaydi. Nima uchun degan chaqda kafirlarning bu chaqda musulmonlarni taltukus quritib etish mumkin emas. Belki biz Uyg'ur musulmonlar mush basqıçta deb qarayman men. Birinchi basqıçta emas, chunki biz birinchi basqıçta o'tib ketdik alhamdulillah. Birinchi basqıçta yani musulmonlar hijrat qilib tashlab ketmasa, taltukus quritib etish ehtimoli bor. Ma ikkinchi basqıçta musulmonlarni taltukus quritib etish mumkin emas. Chunki hozir bu davrda bo'libmi iymonga to'lgan, islomga to'lgan yosh qarindoshlarimiz sabr qilib chin tura olsa, bizni mumkin emas. Har qanday bir kuch Allah subhanahu wa ta'aladan g'ayri har qanday bir kuch bizni taltukus quritib o'tamaydi. Lekin kafirlar bilan bevosita qurolliq to'qinish qilsak, chiqim bak eg'irib ketadi, da'vatning kelgusi ziyonga uchraydi, nurg'urgan yoshlarimidan ziyon tortamiz. Bu bosqichda biz qanday qilishimiz kerak? Kafirlar bilan birga yashaymiz, lekin taktik ishlatamiz, ko'z bo'yaymiz. Bunun Kur'an'daki misali, yani Suratul Kahf qarindoshlar. Hammamiz bilamiz, Sura Kahfda bir necha qissa tilg'ilingan. Shu qislarning qatorida Musa alayhissalom bilan Xizr alayhissalomning voqealigi. Biz bilamiz, Musa alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo ilm talab qilish uchun safarga otlanishga buyurdi. Musa alayhissalom Yusha ibn Nun bilan ikkisi birga safarga otlanib, bir dengizning qo'shilgan yerida Xizr alayhissalom bilan uchrashdi. Musa alayhissalom Xizr alayhissalomdan ilm talab qilishga, ya'ni o'zini taliblik qilishga talab qildi. Sen sabr qilmaysan, chunki sen ishninki mohiyatini tushunib olmay sabr qilmasliging mumkin. Men sabr qilma dedi. Shunda qilib Musa alayhissalom bilan Xizr alayhissalom bir kemaga chiqdi. Kemadan chiqib, kemichi haqsiz bu ishkaylarni daryoning u qirg'iga o'tkazib qo'ydi. U qirg'iga o'tkazib qo'ygandan keyin Xizr alayhissalom o'tib o'plam u kemini yoki paraxotni teshivatdi. Alloh subhanahu va taolo bu voqeani Qur'oni Karimda Bismillahirrohmanirrohim فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Yani bu ishkaylan yo'lga chiqib bir paraxotga mindi dedi Alloh subhanahu taolo. Mingandan keyin u Xizr alayhissalom o'tib o'plam paraxotni teshivatdi dedi. Musa alayhissalom
Ya Allah, hey bizni haqsiz baqaga o'tkazib qo'ysa, sen ma paraxot ahlini suvga cho'kib o'lsin deb tishvatding-ku. Sen shunda qilamsa, sen nihoyatda bir aqlga sig'maydigan, mantiqiga uyg'un emas bir xato ishni qilding dedi. Xo'sh. Bu yerda vaqalik mundaq. Bir zolim hokimiyat bor, zolim bir kuch bor. Bu zolimlar bir daryoda beliq tutib tirikchilik qilgan bir ojiz puhrolarninki paraxutlarini majbur zo'rlik bilan yig'ib olmoqchi, tatib olmoqchi. Xuddi hozir ko'chada kam dehqonlar haydab ketmas, moton tatib olgan, aron tatib olgan, mushunda tatib olmoqchi endi. Tarix takrorlanadi qarindoshlar. Shuning bilan endi buning bilan Xizr alayhisalom, Musa alayhisalom bevos to'qinishay desa, o chaqda o kofirlar bilan bo'lgan kuch farqini aytib zo'r. Shuning uchun bu kofirlar qandoq inkas qaytirish kerak, ya'ni qandoq qarshi turish kerak? Yil ishiltib, ko'z bo'yab, ustul qilish kerak. Qandoq qildi? Paraxutni teshib qo'ydi. Chunki bu zolim podshohga saq paraxut lozimdi. Shuning bilan kelib qarsa tushuk paraxut amma ketib qoldi. Bu tushni o'ngishmoq asan, azroq bir kuch chiqarish bilan tushni o'ngishib oldi. Shundoq qilib bu paraxut zolimning qo'lidan qutulib qoldi. Xo'sh. Endi bu ishni Xizr alayhisalom o'zligidan qildimi yoki Allohning buyrug'i bilan qildimi? Albatta Allohning buyrug'i bilan qildi. Va ma fa'altuhu an amri dedi. Men bu ishni o'zligimdan qilmadim. Ya'ni mushundaq qilishimga Robbim Taala buyurdi dedi. Ya'ni biz buningdan nima tushunamiz qarindoshlar? Mushundaq sharoitimiz mushunda bo'lsa, azpaz ko'z bo'yab, ustul qilib, taktik ishiltib, aql ishiltib, kalla ishiltib, zolimning zulmiga inkas qaytaramiz. Bu zulmga inkas qaytarmay yotqanlikning o'zi shayton bu. Shayton zolimga inkas qaytarmaydi. Lekin inkas qaytarish usullari, taktikalari sharoitga, bosqichlarga, siyosatga, vaziyatga o'xshamaslik, kuch farqining zo'r bo'lishi o'zgaraydi qarindoshlar. Mishada Xizr alayhisalomning paraxutini teshib etishi zolim qarshi chiqqanlik. Ammo nima uchun Xizr alayhisalom turib, Musa alayhisalom turib, "Ya Alloh" deb qilich ko'tarib zolim qarshi turmadi? Chunki Alloh subhanahu va taolo men dedim bu Qur'ondagi tarixni nima uchun bizga so'zlaydi? Ibrat uchun. Tarix demak aynak demak, tarix demak takrorlanish demak. Tarix takrorlandi. Shu vaqtdagi zolimlar tarixda yana keladi. Qarshi turdiganlar mana bu Xizr Musa alayhisalomning yo'li, ya'ni Qur'ondagi oyat bo'yicha qarshi tursin deb mana bizni mushunda ta'lim berish uchun Alloh subhanahu va taolo bizga mushni tushundirdi. Shundan Xizr alayhisalom amma safinatu fakanat lil masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malakun ya'khuzu kull safinatin ghasba. Amma paraxut masalasiga kelsak, bu paraxut dengizda maishat qildigan, ya'ni baliqchilarning bir paraxuti bo'lib, men uni ayib qilib qo'ygan, ya'ni uni bir uningda bir nuqson paydo qilishimdagi sabab ular bir zolim podshohati har qanday sog'lom, ya'ni saq paraxutni ep ketdi, men shuning uchun ashta qilib qo'ydim deb. Demak, biz mana mushundaq bir sharoitimiz, mushundaq holatda bo'lsa, bizning sharoitimiz kofirlar bilan qurolliq tutish qilish, mushundaq sharoitda tutish qilish, tal to'kish, qurolliq masalani hal qilishga kuchimiz yetmasa, mana mushundaq qilamiz. Ya'ni ko'z bo'yash, ustul qilish, kofirlarning ko'ziga tup chechish orqali biz ular qarshi turamiz qarindoshlar. Ana bu ishni Rasululloh qilgan qarindoshlar. Bu ishni Rasulullohning tarixini o'qiydigan bo'lsak, Rasulullohning davrida mushunda bo'lgan. Ammar ibn Yasirning vaqali kelaylik qarindoshlar. Biz dedik, kofirlar zulm qildi. Bilal radhiyallohu anhuning qo'shiqi tashlanib qo'ydi. Ammar ibn Yasir, Yasir va Sumayya onamiz mushularni tutib zulm qildi.
Abu Cehil degan la'nati Yasir radıyallahu anhuni dindin yan depti, unmapti, buğup öltedi. Sümeyye anamizni dindin yan depti, unmapti, can yeriga neyz tiqib o'ltadi. Rasululloh bularning qishidan o'tdi. Shu vaqtki bir holatni tasavvur qilib boqaylik qarindoshlar. Mu'minlar Rasulullohga nisbatan Rasulullohning farzandidan bak suyumlik. Rasululloh mu'minlarni, sahobalarni shunda bir yaxshi ko'radiki, buni tasvirlash mumkin emas qarindoshlar. Endi ey Rasululloh o'ylab boqili, Ammar azoblanayotgan, Yasir radıyallahu anhu azoblanayotgan, Sumayya onamiz azoblanayotgan, Abu Cehil, Abu Sufyan, Mekkening zo'mgarlari bularga zulm qilayotgan. Ey Rasululloh yendan o'tib nima dedi qarindoshlar? Sabran ala Yasir, sabr qilinglar dedi. Hatta kafirlar Ammar radıyallahu anhuni shunda bir qiynab dindan yenishga majbur dedi. Dadisi o'ltirilib, onasi o'ltirilib qandan keyin bu azobning yomonligidan sabr qilolmay dindan chiqadigan, imondan chiqadigan so'zlarni qilib soldi. Hatta kafir malullah buninglarni to'xtab qolmay qanday qildi bilamsizlar qarindoshlar? Ammar radıyallahu anhudan bir qo'ng'iz o'tkitib beribdi. Ma qo'ng'izni mening Robbimda deb majbur qildi. Ammar radıyallahu anhu chidab bo'lolmay, ma qo'ng'iz mening Robbim davatdi qarindoshlar. Shuning bilan kafirlar Ammar radıyallahu anhuni qo'yibdi. Shuning bilan nati g'amkin bo'lib, qalbi hasratga to'lib Rasulullohning qishiga kelib, "Ya Rasululloh, ey payg'ambar, men qanday qilmam dey. Men iymondan chiqdim, dinimdan chiqdim. Men chidimadim ya Rasululloh, bu zulmga chidamay mushunda gaplarni qilib soldim" debdi. Rasululloh nima dedi qarindoshlar? "Ey, sen nima uchun sabr qilmading? Nima uchun bu azob uqubatga bardoshlik bermading? Hey, sen o'lib ketsang shahid ketding emasmi? Alloh yo'lida qurbon bo'lding emasmi? Jannat kirding emasmi?" demedi qarindoshlar. Rasululloh bunda demedi. Balki nima dedi? Qalbim qandoq dedi. Qalbim ya Rasululloh iymon bilan liq to'shaq dedi. Qalbimda qat'iy shak yo'q. Lekin men azob qichidimay shunda qildim debdi. "In'adu fa'ud" dedi. Ya'ni seni yine azoblasa, seni mashunda sulsa, ursa, yana sana shu kufr, yolg'on, shu dinga qarshi, islomga qarshi, iymondan chiqadigan gapni qilaver dedi. Mana bu bizning dinimiz. Mana bu bizning rasulimiz qarindoshlar. Chunki Rasululloh reallikni tushunatdi. Rasululloh Marsda yashamagan, mush yer sharida shu azoblangan sahobalarning ichida yashganlikdan reallikni, musulmonlarning kuchini Rasululloh biladi. Shuning uchun Qur'onning ruhi bo'yicha o'zining payg'ambarlik vazifasini ado qilib, "In'adu fa'ud" dedi. Yani seni azoblab bu shundoq kafirga ep baradigan, iymondan yondigan so'zga majburlasa, agar yuragingdan chataq chiqmasa, da'vat dedi qarindoshlar. Mana biz buni nim bosqichi deymiz? Ustulik bilan ko'z bo'yab yashash bosqichi deymiz. Shunda qilib Rasululloh o'zining da'vatini kishilarga yetkazish yo'lida ajoyib jafolarni chekdi. Haj mavsumlarida kishilarga da'vat qilish fursat edi. Shu u yerdan kelgan, bu yerdan kelgan odamlarga bir da'vat qiladi. Shu jarayonda Madinadan bir necha odam keldi. Bay'atul aqabatul ula, ya'ni birinchi davon kelishimi deganda bay'at deganda gap. Shu chaqda Rasululloh shu bay'at masalasida qanday qildi qarindoshlar. Shunda o chiqib, "Men Allohning payg'ambari, men haq egisi, men bilan Alloh Jibril billah" deb shunda do'nga chiqib o'ltadimi ya? Ash zulmat kechida yushurinib qarindoshlar. Xufiyona holatda bu bay'atni
elib badi. Nima uchun shunda qildi? Kafirlar bilan to'qinishib qilishning oldini olish uchun. Payg'ambarlik vazifasini davomli ijro qila olish uchun, da'vatning davomlashishi uchun, islomga davomli kuch qo'shish uchun mushtaq qildi va mushunda qilish mana bu shariat bo'lib bekitildi. Bunda qalla Allohning yo'lida, Rasulullohning yo'lida yashag'anlar bo'ldi. Unda qilmasaqcho. Mana mushunda shaqda Alloh sendan nimani arzu qildi qarindishim. Mushunda sharoitda payg'ambar alayhisalom bo'lsa, mana mushunda ishni qiladi. Bizcho qarindoshlar. Bizning ishimiz qalami qilishib ketdi. Bizning ishiltatgan usullarimizda ajoyib xatolik bor. Bizde en noçisi şu beriplam ülep bəsək bək noçu deyimiz. Noçuluğuna gap yox. Senin ölümdən qorxmaslığın, pəlvallığın bunun da gap yox. Lakin ey qarindişim, sen benim en suyumlu qarindişim. İslam sendek adamlarga muhtaç. Müslümanlar sendek adamlarga muhtaç. Sendek adamlar milyon, 100 bin adamdan birisi çıkıdı. Senin yaşışın, senin davet üçün yaşışın, Müslümanlığa iyi buluşun, davetinin davamlaşışı üçün sen Resulullah'dak yolunu tutup inkas qaytırışın, mana bu şeriatning sana qo'ygan ölçümü ta'limot demek qarindoshlar. Hamda Rasulullah aşındaq zulmat hech kim ko'maydi qayerda bayatul aqaba, ya'ni birinchi bayatni davomlashtirdi. Endi men deyman Rasulullah qo'rqinchaqmidi. Rasulullah şehit bo'lishni o'ylamamdi. Rasulullah kafirlardan qo'rqamdi. Rasulullah hey qarindoshlarimiz, lekin Rasulullah ashundaq qildi. Demak Alloh va shariat mushuni buyurganlikdan Rasulullah o'zining amaliy sharkiti bilan shariatning mushunda sharoitda bizdan nima qildiganligini bizga o'rgatdi. Mana bu ikkinchi bosqich. Uchinchi bosqich. Ya'ni uchinchi bosqich deganimiz endi yana üçüncü qog'ozni ko'rsatdi qarindoshlarimiz. Bu chaqda musulmonlar bir az kuchaygan vaqtda, ya'ni birinchi bosqichdan ikkinchi bosqichdan sal kuchaydi. Ya'ni zolimlar bilan zulmga uchraguvchilarning farqi sal azaydi. Lekin yana musulmonlar ojiz. Bevosita qurolliq to'qinish qilishga musulmonlarning iqtisodiy, ijtimoiy, siyasi, harbiy kuchi yetmaydi. Navada bu yerda qurolliq so'qishib qolsa, balki musulmonlar bir necha yil, bir necha 10 yil midir yanmag'idak yoki tüp yıldızdan qurib ketish ehtimoli bor. Ya'ni kafirlar bilan taltukuz qurolliq jang qilish bosqichiga yetmadi. To'g'ri kuchaydi. Bu yerda kuchaydi. Chunki nima uchun? Chunki kuchaygan bilan balkim musulmonlarning soni ko'paydi. Da'vatga ovoz qo'shganlarning ovozi ko'paydi, iqtisodi yoshlanadi, yoshlari islomlashdi, xotin qizlari hijoblanib islomiy tarafga mangdi. Sanjatdan avg'an bilan bularda bir davlatning kuchi yo'q. Bularda bir davlatning iqtisodi yo'q. Bularda davlatning siyosati yo'q. Bularda davlatning harbiy askari yo'q. Shuning uchun bu yerda to'qinish paydo bo'lsa, ziyonlar ko'p bo'lib ketadi. Mana mushunda vaqtida Alloh subhanahu va taolo musulmonlardan nemin kutadi desa, buni biz dialog bosqichi deymiz. Ya'ni suhbat bilan. Bunda deganlik, sizning musulmonlarning kuchi mushunda bosib yotgan vaqtida, balki hozir ba'zi arab davlatlari, masalan Misr deymiz, Yaman deymiz, arab davlatlari mushunda bo'lishi mumkin. Ba'zi masalan Kuvayt deymiz, normal erkinlik bor davlatlarda dialog, suhbatlash bilan bir amal qilib, qo'lingdan kelishicha to'g'ri o suhbatlarsang bir narsa bermaydi, lekin amal bor, shunda qilib og'dak, o'zining haqqini og'dak va qaytug'dak zulmni qaytarish. Bu vaqt Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda hammamiz bilamiz, qissatul jannatayn deb, ya'ni ikki bog'ning qissasi bor Qur'oni Karim. Shu yerda Alloh subhanahu va taolo ikki odamning voqeligini bayon qildi. Va dakhala jannatahu va huwa zalimun li nafsihi. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا deydi. Yani bir adam özününki bir kirdi. Yani iki ağını var. Bu iki ağının birisi zalim, birisi salih. Endi bu zalim ikisi bak kirib
Shuna ama va huwa zolim deydi. U zolim deydi. Kambag'allarning haqqini bermaydi. Zakatni ado qilmaydi. Yetimlarning haqqini bermaydi. Mal mulk bilan musulmonlarga manmanchilik qildi. Mal mulk bilan musulmonlarga zulm qildigan bir odam. Endi Qur'oni Karimda mushunda vaqtda qanday qilamiz? Endi bu yerda Qur'oni Karimda mush qismini bayon qilib vaqala li sahibihi deydi. O'zininki do'stiga sahib degan gap, ya'ni ikkisining barobar, ikkisining shunda turadiganligini, ya'ni egizpastlik yo'q, kuch jihatdan ikkisi o'xshashroq turadiganligini bildirdi qarindoshlar. Sahibu degan gap, ya'ni ikkisida bir xil iqtisodiy, ijtimoiy kuch jihatdan ikkisi o'xshashroq. Lekin bu yerda mi qurolliq to'qinishga bo'lmaydi. Nimishqa desa, ana aksaru minka malan va a'azzu nafara deydi. O zolimning iqtisodiy jihatdan kuchlik va son jihatdan kuchlik. To'g'ri, zolim kuchli bilan mazlum kuch asos jihatdan tanglashib qilay dedi. Lekin iqtisodiy va son jihatdan tanglashanmadi. Harbiy kuch jihatdan tanglashanmadi. Ya'ni zolim bilan mazlum o'tirsa kuch nihoyatda oz qolgan bo'lishi mumkin. Lekin yana ham qurol kuch ishlatishga bo'lmaydi. Chunki zolim bu yerda zulm uchirg'uchilardan bakrak kuchlik. Shuning uchun bu yerda qurol kuchga bo'lmaydi. Endi mushunda vaqtda musulmon qanday qilish, ya'ni zulm uchirg'uchilar qanday qilish kerak? Suhbat o'tkazish kerak. Shuni Qur'oni Karim bu qissada bir nechiyada va huwa yuhawiruhu. O zulm uchirg'uchi zolim bilan suhbat o'tkazdi, dialog qildi deb Allohida Qur'oni Karimda buni tilga olgan. Ana bu vaqalik Rasulullohning hayotida bo'lgan qarindoshlar. Umar radhiyallohu anhuninki islomga kirishi bilan, Hamza radhiyallohu anhuning islomga kirishi bilan islomninki kuchi favqulodda oshdi. Shu sababli Umar radhiyallohu anhuning boshchiligida tinch namoyish bo'ldi. Ya'ni to'qinish bo'lmadi. Kafirlar usum savr qilib Makkaning ko'chalarida Allohu akbar deb namoyish bo'ldi. Mushtarjida musulmonlar kuchaydi. Lekin bu bosqichdami qurol ishlatmadi. Shuning bilan kafirlar Rasululloh bilan suhbat o'tkazishning muhimligini his qildi. Nima qilsa Rasululloh bir kuch bo'ldi bu yerda. Hatto kafirlar biz bir yil seninki ilohingga ibodat qilaylik. Sen bizning bir yil ilohimiz ibodat qil deb, ya'ni kafirlar asta yo'l qo'yishga boshladi. Nima uchun? Musulmonlar kuchaydi. Umar radhiyallohu anhu, Hamza radhiyallohu anhu islom kuchaydi, musulmonlar kuchaydi. Kafirlar yo'l qo'ydi. Hatto Utbat ibn Rabi'a degan kafirlarningki qonunliq vakili bo'lgan bu kishi kelib Rasululloh dedi: "Ey Muhammad, sen agar mush qilayotgan davoying bir huquq uchun bo'lsa, biz sizlarni podshoh qildi" dedi. Mana bu kafirlar dinni azaldan tushunmay kelgan. Bular o'ylaydi, bu musulmonlar din degan bilan shu huquq, davlat, shu amal tutish, qo'saqni obdan baqishni o'ylaydi. Bu din degan shunday bir vosita deb o'ylaydi. Bu kafirlar azaldan dinni shunday tushunmaydi. Dinni tushunmagandan keyin bu dinni xato muomala qildi. Nim dedi? Sen agar mush dinsal bir huquq istan sizlarni podshoh qilaylik. Agar mal dunyo desang, seni arablardagi eng boy kishilardan qilaylik. Agar mening gapim gap bo'lsa desang, bu har qanday ishni sening maslahatingsiz, sening yo'l yo'riqingsiz biz hech qanday ishni qilmaylik. Agar bir rohat izlaydisang, Makkadagi eng, hatto arablar ichidagi eng go'zal qizinsang iprayli. Senda bir psixikalik, bir ruhiy kasal bo'lsa, davolatayli. Zot nim demoqchi deb mana suhbat tampan boshlandi. Rasululloh bu suhbatni qabul qildi. Voy, biz endi kuchini ketdik, menga go'y, kila, ko'ta qilching demadi, qabul qildi suhbatni. Jim turdi, angladi. Lekin ularning talab qilganiga, yo'q, bu masala unda emas. Bu masala pul uchun emas, bu Allohning dinini yetkazishni deb to'g'ri tushunchmadi, lekin qurol ishlatmadi qarindoshlar. Kuchlanib turib nima qildi? Qurol ishlatmadi. Bu yerda suhbatni qabul qildi, suhbat bu shunda bo'ldi qarindoshlar. Ya'ni shu yerda
kuch ishlatmadi. O kofirlarning Rasulullahning qashiga suhbat kilishi Rasulullahning bir kuchining borlig'ini kofirlar tarafidan bir e'tirof qildik, kuchga ega ekanligini e'tirof qilganlar qarindoshlar. Mushunda vaqtda yana Rasululloh qanday qildi? Kuch ishlatmadi. Hatto ba'zi sahobalar bu ishdan xafolab ketdi. Nima dedi bilamsizlar? Ali raziyallohu Umar raziyallohu anhu kelib, "Ya Rasululloh, voy zulm qilinyapmiz, ayollarimiz zulm qilinyapti, mol mulkimizni bulayapti. Voy biz jahiliyatda noch yashgan odam islom kirib shunda yuvosh bo'lib qolamizmi?" deb Rasulullohga iltiros bildirib ketdi qarindoshlar. Rasululloh shunga sabr qilinglar dedi. Sabr qiling dedi qarindoshlar. Va bu vaqtda Alloh subhanahu va taoladan oyat nozil bo'ldi. Alam tara ilallazina qila lahum kuffu aydiyakum va aqimus salata va atuz zakah. Sen ularga kafirlardan qulunglarni yig'ib namoz zakatni o'qinglar. Hozirgi vaqt namoz zakat vaqti, urushadigan vaqt emas deyilsa deb Alloh subhanahu va taolo bunda deyilsa bular boshqa ishni deb yana oyat nozil bo'ldi qarindoshlar. Hamda chunki Rasululloh jirohni ko'ratdi. Rasululloh Allohni tushunatdi. Rasululloh musulmonlarning sharoitini tushunatdi. Rasululloh shu chog'dagi dunyoning siyosatini tushunatdi. Rasululloh ishlarni hikmat bilan, ilm bilan, shariatning ramkasida turib qilatdi. Shuning uchun hatto deb ketdi, "Ya Rasululloh, biz zodi bu azobga chidamadiq, zulmga chidamadiq. Voy biz islomdan burun noch yashagan, endi islomga kirib xor bo'lamdiq. Sen endi bizni shunda jim turishga buyuraveramsa" deb shunda qismi Rasululloh hargiz bo'pti chiqqanlar demadi qarindoshlarimiz. Mana biz demakchi bo'lgan bosqich, ya'ni suhbat bosqichi degan mana shu hamda. Nima uchun Rasululloh bizni mashta qildi desa, bizga bu sharoitga qarab ish tutish tushanchisini, madaniyatini, safosini, taktik qonuniyatlarini o'rgatish uchun Rasululloh atoytan shunda qildi. Chunki Rasulullohning har bir harakati, so'zi Allohning vahyidan iborat. Rasulullohning har qanday bo'lganda qilgan ishlari dindan iborat. Shuning uchun Rasululloh bizga mushundaq tushuncha, uqum, taktiklarni o'rgatish uchun mana mushundaq ishlarni qildi qarindoshlar. Endi mush ish, mushu bay'atul aqabatu thaniya degandimi mushunda shu yuz berdi. Madinaliklar ikkinchi qatam Rasulullohga umma ko'p keldi. Taxminan 73 odam. Ajoyib kuchlik, kuchtongur, rasmiy chavandoz Madinadagi eng cho'nglar keldi. Kelib Rasululloh bilan uchrashmoqchi bo'ldi. Rasululloh mushchaqda ular bilan kechsi Aqaba, ya'ni davonning mudaq bir adam ko'maydigan yerda uchrashmoqchi bo'ldi. Abu Bakr raziyallohu anhu ni jilg'ining bir tarafiga, Ali raziyallohu anhu ni jilg'ining bir tarafiga kuzatchilik qo'ydi. Va bu yig'ilishni nihoyatda maxfiy tutdi. Kofirlar bil qolmasin dedi. Sababini to'liq qildi. Lekin bu xabar kofirlarga yetib qoldi. Shuni hiliqi Madinadan kelganlar nima dedi? In shi'ta an namila li ahli hazal wadi lanamilanna gadan davat. Ya Rasululloh, endi bo'g'ni bo'ldi. Agar sen xalab Makka mushriklariniga tegish qilaylik deb qolsang, biz ata bular bilan urushayli debdi. Rasululloh nim dedi? Lam u'mar bi zalik dedi. Men buningga buyurilmadim dedi qarindoshlar. Yani Allah men urush qilishga izni bermadi. Nim demakchi? Bunda vaqtda urushsangiz siz Allohning shariatiga xiloflik qilasiz demakchi. Biz deymiz, urushib, palvon bo'lib, shahid bo'lib, jannat kiramiz deydi.
Lekin Rasululloh deydi, lam umar bizalik. Allah beni bunda qilishga buyurmadi deydi. Endi hozir qarindoshlarga sen Alloh buyurmagan ishni qilyapsan bizdan xafalaydi. Lekin shariatmi shu qarindoshlarimiz? O sizlar bilan bizning o'rtamizda muhabbatdan boshqa, iymoniy qarindoshlikdan boshqa, sevgidan boshqa hech kim yo'q. Alloh bilan qasamki shundan boshqa narsa yo'q qarindoshlarimiz. Lekin ishni shariat bo'yicha qilaylik demoqchi. Mayli mujahid bo'layli, mayli talib ilm bo'layli, nima bo'layli, bizning qilgan ishimiz, kurashlarimiz Allah'ның şeriatinin ramkasının içinde olsun. Bütün hayatımızdaki çoğun küçük hareketlerimizde şeriat muşu şeraitda, muşu meydanda, muşu vakitte menden neyini kütüdü o değil. Ayet hadislerini ammi okuplam. Şu ayet hadislerini cayığı düşürmey. Resulullah öyle bakanlar. Kafirlarni kögeyde öldürünler diyen ayet devlet kurulup, Müslümanlar güçlünüp, netçimin eskiri oğancak diyen kardeşler. Bir yerde kafirlarga parvo qilma, usum kar olmasin degan. Ma oyatni qanday tatbiqlashni bilaylik. Bu oyatni bo'ynini talg'ab miyaga akilib, bu miyadik oyat yo'q deb unda qilmaylik qarindoshlar. Qilgan ishimiz shariat bo'yicha bo'lsin.